Bizning bu texnologiyamiz, ya'ni naftani fraksiyalarga ajratish texnologiyasi ekologik jihatdan toza va hozirgi kundagi bo'layotgan muammolardan biri bu importni qisqartirish, ya'ni importni kamaytirish. Biz buni oldini olyapmiz va O'zbekiston Respublikasi Prezident qarori va farmoyishlariga asosan bu texnologiyani joriy qilyapmiz. Hozirgi kunda biz O'zkimyo sanoati tashkil qilgan yoshlar forumida naftani fraksiyalarga ajratish mavzusini maketi ustida ish olib boryapmiz. Hozirgi vaqtda bu jarayonda texnologiyamiz bitta kolonnasi ko'rsatilgan. Asosan bu jarayonimiz 7 yoki 8 ta kolonnada olib boriladi. Himoya qilmoqchi bo'layotgan loyihamiz bu demak JTL korxonasidan olinayotgan nafta xom ashyosidan fraksiyalarga ajratib kolonnalar yordamida turli xil alkanlarni olish bo'lyapti. Biz hozir bu texnologiya ustida, maketini ustida ishlab olib boryapmiz. Umid qilamiz, maketimiz yaxshi chiqadi. Сейчас мы готовим проект по производству цеха на 500 тонн в год энергоэффективной краски. Энергоэффективная краска, по сути, это как жидкая теплоизоляция, которая экономит энергию на затраты отопительных сезонов. И поэтому мы рассчитываем производство малотоннажного цеха 500 тонн в год. По случаю как успеха проекта, как в модульном формате можно будет производить расширение. Сейчас мы готовим макет нашего производства. Мы приготовили производственные линии, схема технологически готова, рецептуры готовы. Мы спроектировали производство, стоимость которого составляет 7 миллиардов сумм. Окупаемость она составляет около 3 лет. Производство востребовано, жидкая теплоизоляция она очень требуется, так как на смену минеральной ваты и традиционным методам изоляции. Нанесение легкое и оно удобное. По качествам оно также составляет с традиционными методами минеральной ваты и пенопасты. Biz melamin aqlli zavodda, ya'ni raqamli o'sha korxonani raqamli egizagini yaratdik. Bu ko'rishingiz mumkin 3D modeli. Bu yerda biz karbamidni bu yerdan o'sha Navoiy azotdan sotib olib, melamin mahsulotini oldik. Bu yerda o'shani sxemalari, 3D modeli va o'sha karbamidni aylanishini ko'rishingiz mumkin. Har bitta aylanayotgan moddalar hammasi aniq datchiklar yordamida, sensorlar yordamida ko'rsatiladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'sha korxonani biz yaratayotgan yangi innovatsion sxemasi. Bu yerda umumiy xarajatlar, ya'ni o'sha platformada bizda nima yangilik kirityapmiz, ya'ni o'sha platformani ichida xarajatlar, ya'ni o'shanga ketadigan summalar yoki oladigan bo'lsak, unga ketadigan gaz xarajati, ya'ni elektr sarfi hammasi shu yerda yoziladi va shu yerda o'zi oylik, kunlik hammasi saqlanib boraveradi. Agar masalan kimdirgadir o'sha ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, arxivdan ma'lumotni oladi, ma'lumot olib, yana qayta o'shani ishlatishi mumkin. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, arxivimiz bor alohida. Bu yerda kunlik, oylik, yillik hamma ma'lumotlar o'sha qancha olindi, qancha berildi shu platformaning ichida turadi. Raqamli nazorat. Biza bu yerda солнечный panel, o'sha platforma ichiga солнечный panelni sistema o'rnatganmiz. O'sha energiyani sarfi qancha kiryapti, qancha chiqyapti shuni ko'rsatadigan joyi bor. Masalan, hozir bu karbamidni o'sha korxonaga ishga tushirdik-da, karbamid jo'natdik. O'sha karbamid mana aylanyapti. Karbamid aylanib o'sha ammiak, CO2 hosil bo'lib, mana bu yerda o'sha aylanishi, yana nima hosil bo'lishi o'shalarni ko'rsatyapti-da. Bu yerda AI sistema uni optimallashtirib turibdi. Ya'ni bizga ogohlantirish, ya'ni shu yoqqa ketyapti, shu yoqdan shu kelyapti deb kritik ma'lumotlarni berib turibdi. Наша команда выбрала достаточно актуальную тему на сегодняшние дни. В наше время сейчас очень часто замораживаются дороги,
И чтобы предотвратить эту проблему, в Лайсе используют соль. Но соль снижает качество машин, а более дорогие продукты, которые используются в аэропортах, мы не можем использовать на обычные дороги, так как ресурсов уйдет побольше. Поэтому мы пришли к единому выводу создать свой проект, который называется «Экофрост». Он заключается в том, чтобы размораживать все наши дороги зимой и все дороги в аэропортах. Он будет использоваться во всех аэропортах. Мы также будем экспортировать наш продукт, и также мы создали платформу для продажи уже этого продукта. В Узбекистане мы будем использовать все наши уже доступные материалы для производства этого нашего продукта. Почему именно Экофрост? Из-за нескольких причин, потому что он экологически чистый и очень многим актуален. Biz Carbonix jamoasi to'rtta texnolog va bitta talabadan tashkil topganmiz. Bizni dolzarb mavzuyimiz bu chiqindi gazi, ya'ni CO2 ni mahsulot chiqarish uchun texnologiya yaratdik. Bu texnologiyaga hammamiz o'z hissamizni qo'shdik. Kimdir dizayner borasida, kimdir slayd yordam qildi, kimdir iqtisodiy jihatdan o'rganib chiqdi va maketlar yaratildi. Energetika hammasini hisobga olib, ishchi o'rinlari, xarajatlar, foyda hammasini hisob-kitob qildik. Bizga buni yutuqlik tarafi, bizda metanol ham o'zimizda bor, CO2 u tekin. Biz chetdan serial sotib olmaymiz. Eng yutuq tarafimiz shu bizdan. Chetdan hech qanaqa eksport bilan narsa sotib olmaymiz. Bu hammasi o'zimizda bor. Bizda endi texnologiyani ko'rib chiqadigan bo'lsak, CO2 chiqindi gazini havoga tashlanayotgan tashlama gazdan tayyor metanol mahsuloti bilan birga reaksiyaga kirishtirib, undan dimetil karbonat degan mahsulotni olamiz va bundan adhossiz, ya'ni tashlama gazlarsiz chiqadi, ya'ni suv ajralib chiqadi. Bizga tayyor mahsulot va suvni qayta ishlash imkoniyatiga egamiz. Bu yashil kimyoga ilk qadam deb hisoblasak bo'ladi. Nasib bo'lsa, bu texnologiyamiz birinchi o'rinni oladi. Bugun bizani loyiha ustida ishlayotgan jarayonimizga xush kelibsizlar. Aynan bizning loyihamiz O'zbekistonda o'sha metanol ishlab chiqaruvchi zavodini yuqori molekulyar birikmali pentaeritrit ishlab chiqarishga qaratilgan loyihamizning umumiy amaliy dasturi hisoblanadi. Ish jarayoni qizg'in ravishda ketmoqda. Ko'rib turganingizdek, kimdirlar aynan slayd ustida ishlayapti, kimdirlar amaliy ko'mak orqali yordam beryapti. Umumiy startap loyihaga biz tayyormiz. Aynan birinchi o'rinni olib g'olib bo'lishni niyat qilganmiz. Bizda pentaeritrit ishlab chiqarish texnologiyasi hali O'zbekistonda butkul rivojlanmagan. Aynan olib keladigan pentaeritritning miqdorining ko'p qismi bizga import shaklida kirib keladi. Bizning bu loyihamiz orqali butun import o'rnini bosa olamiz hamda keyingi yillar davomida ishlab chiqarish jarayonida biz eksport hajmini ham to'laqonli Markaziy Osiyoni ta'minlash uchun aynan bizning loyihamiz quvvat yetadi.